Buni faqat umrada bo'lgan odam tushunadi. Qadamba qadam yurib Masjidul Haromga yaqinlashganingda yuraging qattiq ura boshlaydi. Ka'ba ko'z oldingda paydo bo'lishi bilan tana jim, lekin yurak yig'laydi. Og'zingda duo yo'q, ammo ichingda minglab so'zlar bor. O'sha yerda sen hech kim emasligingni, oddiy bir qul, banda ekanligingni chuqur anglaysan. Baytullohga qarab yig'laysan. Osmon tomon qarab jim bo'lib qolasan. Alloh meni ham jannatiga kiritarmikan? Gunohlarimni kechirarmikan deya javob bera olmay yig'laysan. Zamzam ichayotganingda esa o'zingni afv etilgan insondek his qilasan. Safo Marvada yugurganingda yelkangda bir umr ko'tarib yurgan og'irliklar ketayotganini his qilasan. Ichingda bir jimjitlik, bir sokinlik paydo bo'la boshlaydi.